ahvoli qalay? Operatsiya yaxshi o'tdi. Kirib ko'rsam bo'ladi. Bo'ladi, faqat hali narkozdan uyg'ongani yo'q. Iltimos, bemorimizni ko'p urintirmang. Rahmat. Shifo bersin. Rahmat. Opa. Onamdan keyingi ona. Maslahat so'rasam yo'l ko'rsatadigan, yiqilsam qo'limdan tutadigan, qiyin kunimda suyanchig'im bo'ladigan mehribonim, doim yonimda turadigan, beminnat qalb egasi, dardimni aytmasam ham tushunadigan, ko'zimdan oqqan ko'z yoshni ko'rmay turib his qiladigan, to'lib turgan o'pkamni ovozimdan sezib tinchlikmi deb so'raydigan jon jigarim, mitti qizcha bo'lganimda qo'llarida ko'targan, hozir qo'lidan qo'ysa ham yuragida ko'taradigan, har doim menga yaxshisini ilingan mehri ilig'im, jonim siqilsa onam bilmasin deb meni ham onamni ham ayaydigan, o'zini dardi yetmagandek meni ham dardimni ko'taradigan, soyasi keng mevali daraxtim, bolalarimni o'z farzandidek suyadigan, xolalikdan-da baland turadigan, onalik mehrini bera oladigan suyukligim. Ba'zan bolalikka qaytgim keladi. Siz bilan ko'rpa tagiga bekinib qilgan pichir-pichirlarimizni sog'inaman, opa. Siz Robbimning menga eng go'zal hadyasisiz. Baxtimga sog' bo'ling. Ko'zlaringiz har doim quvonchdan porlasin. Opa.